Aşkla uçmakta, ayga, yulduzga, bizdeki gam bugün toy bilen dasturxon. Tatmi çalbası kalemlerini dört, bezmide meşrepte öttü günümüz. Gaflette yatmaydı, razı mı bizdim? Farabi Hassacip, Mehmut boyumuz. Başkalar uçtu, ayga yulduzga. Başaydım ulağa, yer bilen asıllar. Gelin ben hemige, garip devrde, bizdeki gam bugün toy bilen dasturxon. Gelin ben hemige, garip devrde, bizdeki gam bugün toy bilen dasturxon. Şükür elhamdülillah. Selamet bulan Resulüka, selamet bulan. Uykunu bozup koydun mu kandak? Hey, tolu esnememe. Esnek kesel keltirdi. Şükür elhamdülillah. Şükür ki Resulüka. Şükür keselini kovlaydı. Hey, ağırıp kalsam mı amal yok. Killer yılgıçıya, doktorga baramayım de. Neymiş ka? Bari yok, iki katım doktorxanaga verdim. Doğru hacitini, hele bizim boğaltır ayal inşallah gör. Bu yıllık davalış kıraştığınız sügüdü, hem de dikkat kılayın deydi. Oltırışlar azrak ba. Andın esnemeydiğen bolsa. Aldığın yaşam bir günü toyu olan sabah dişiyim. Adık çay verip de. Ağadıkçayı teğimi ağzını ütüttü de seni ha? Onu bir demem. Yanı tan açıp ketken gel. Afrika. Yaşar, man tutum.
Asınka, biz buldum ha. Yaxshi, yaxshi. O ne oldu? Voy, qaytmadi boshog'ining dorisi bor. Sen nemi ziyon qilgan sizga? Voy, akşam o'ltirish qilgan, sal charchab qolgan o'xshayman. Sizlar nima o'tirishdi o? Nima o'ltirishi bo'ladi? Ayollar o'ltirishi. Uf, o'tgan yili har birimiz 50 ko'ydan pul chiqarib o'ynaydigan, qotachey boshlab olgandik. Mana navbat men kelib qoldi ekan. Kech-kech o'ltirib qilmaydik sana. Shunda qizib ketdi. Gavet şikayetme o tazı kızganda ha? Vay, sizlar erlar hergiz g'iybat qilmaysizmi? Vay. Ha, bo'ldi, talashmanglar. Hey, ukamsizlar. Ha? Tünügün o'ltirishda har bir odam 50 ko'ydan akagan bo'lsa, bir paltoliq pul yig'ilibdi-da. Nədkin əslində? Bir paltoluk pul yığılamdı, yeni tığı 2 paltoluk pul ketdi-dən ha. Ay, Toyğunqa, yaxşımısınız? Asika. Eliqi sizga maqola tayyor bo'ldi. Yaxshi. Toyğunqa, chiroyingiz boshqacha turdi. Sizni uyma kutdingiz nima? Keling o'tirib oling. Xotin bilan jidallashib qoldim. Gapni gap yo'g'on qilsang ku, o'zingizdan chiqaldingmi? Tünigen bir toyga berib edik. Sadaqan ketay. Salchilarni qalb kelib etdinglar. Donliq usulchilar bas-bas bilan usul qo'shib ketdi. Aqidullah o'rni boshlandi. Dastimida 20 koy, 30 koydan o'rni qilib edi. Keyin bir chog'da qarasam biri 40 koy tashlab atmamda. 40 koy? Uning nima? Undan keyin pada altın tatayımı, yanma tatayımı yetkilib edi. Qizib ketganligimdan dast o'rnimda turib, yonchug'imni shak qilib bir varaq chiqarib ko'rib o'tdim. Ha, uningdan keyin Qo'limni qarab sapdiman. Qo'limni titrab ketdi. ha, nech pulga? Ey, aqcha 5 mo'chan bu. Nima da'vatsiz? 50 koy. 50 koy. 50 koy? Ha, anlab baqqanmi? Dal shu chog'da so'rindikilar qiyiqat, shuqon ko'tarishib ketdingmi? O'zimmi ashqalloh rahmat tushib qoldim. Biroq o'ng'aylantirgan qo'lni ta'tirsiga burashqa bo'lmaydi-da. Abdullah erkakligim tutib, taq qilib tashladim. Gumba! Ey, sen bu ömrümde bir qatim mərd qilib baxsan digina. Toyğunqa, gel aşırı o'tdingiz. Bir varaqtimi paq qilib ovoz chiqanda. Shuni demaysiz. Mana shunda qo'ngilib ketdi deyman. Toyğunqa, xalisami bo'sh kelmagandi? Shunda qarasam, ayolning chiroyi boshqacha. O'zimmi chandurmas qitirishib. Qanday qoldi desam? Yuring, ketaylik. Hadiyani yo'tkalsa, meni o'rib tashlabdan deydi. Shundan keyin aqchan to'ydan pulni ketib qolgansizlar. Nima nima? 50 koy o'rmi qilgan to'yda shunda burun gidimanmi? O'ynabdi. Chaqchaqlashdi. Vah. Oxiri to'y tugab, mehmonlarni taqidi. Qarasam ay botul kulan yolg'iz o'zimdan qopdiman. Voy. Ajab og'ridi bu bosh. Qarag'anda tishlab olganda qilida. Sirtdan birar o'mq tepib, tishlab olgan tishni bir chiqib o'tib kiray. Xalisami hisob ustoyal. Elektronlik hisoblash mashinasi buni tankilanmaydi. Ha, to'yg'unmi bo'sh emas. Bu ziyonni o'rnini jazman to'ldirib oldi. Tünügen cidaldan qo'rqib, mas'ul o'tdi-da. Qarab turinglar. U uyga bugunmi mas'ul qaytdi. Mana chiqib besib o'tir, ha? Ma'qul. Qo'shqalar, Allohga hayron qolsan, nima xabar? Nima xabar? Hozir turibdi-ku. Mama bas tushandikan. Davolash pulni to'liqlab beramdikan. Oltin ishtilyapti. Kim? Hozir. Hozir? Hey, to'xtanglar. Voy, bu rostdir xabar ekan. Hey, to'xtanglar. O, birazdan yurib o'tdim deya.
Unda bizni yo'shirib nima qiladi? Biz uning yaqin og'aynlari tursak. Qara buni. U mening yaqin qo'shnim turug'liq. Meningdimi yo'shiribda? Vay, bu tağı bir gulağu. Oy Yaşar, nima deganingiz bu? Fazil qachonda bo'lsin baribir to'y qiladi. Shuni to'y ishini yo'shirmaslik kerak. Bu deganing u to'g'ri. Biroq Asizga u ma'lum sabablar tufaylidan to'y qilolmay qiynalib yuram degan. Ondaqda. Aşı ma'lum sebep, onun layığının yokluğunu bakması yok. Ben şundaklıkını Bu chaqdichi, biz unaqa loyiq topamiz. To'g'ri. Undaqsa biz loyiqmizda e'lon chiqaraylik. Voy, bu tug'ilgan qadog'lidi. Haydasini sig'ami? Hadi biz de onda az. Mana. Hadi bunda. Mana kesdim mana. Oldu. Aldı bilen bir özünü zorap görün var. Zaten yürüp atkan kızı bağımı o yok. Gitme. Onu koş, takıldı. Ukuladı da. Voy, geldi. Qanday qilmaydi? Undaqda u oltin ishlar uchun bizni cho'qim mehmon qilish kerak. Mübarek olsun. Mübarek olsun. mübarek olsun, fazlaki mübarek olsun. Fazil, mübarek olsun. Rahmet. Ha, buna demedimmi? Hadi. Sen yaxshi qilmading Jumovka. Kan Fazil, qara seni. Sen mening yaqin qo'shnim turug'liq to'y qiladiganligingni meningdimi yo'shirdingmi? Ha, u asli Fazil, mening yerimchi qarang. Sizni pat-patlar qachon to'y qiladi ekan deb so'rab turadi. Voy, anajab yaxshi bo'pti. Ben sizi tebrikleyemem ben fazlaka. Bak bunu. Rahmat, yaxshi ko'nglinglarga ko'p rahmat. Biroq buni sizlarga kim dedi? Ha? Bunu bilishga oldirab ketma. Bizda seni muboraklab qo'ydi. Berkile. Aqile. Aqla. Mana ben paqirab turgan oltin kişi var. Faziljon. Endi bizga oltin ziyofat o'tkazsansan bo'lmaydi o'ka. Fazilning oltin tishlarini yuyimizganda. Rahmat, avar bo'lishmisizlar. Kuniga 2 qatim cho'tqilab, o'zim yuyib olayman. Oy, deydigan do'st. Boshqalarning to'nglatqichidan qolmaysan. Ranglik televizor chevosi-ku ichib qolmaysan. Uy chevosi-ku to'ydan tushmaysan. Yana nima deysan? Nima deysiz? Aş altın çişimni komur ödümem go. İşte biz götürdük ama. Kan Fazil, yana başkalar sırtından bakak tak yürümsün yana. Oy, bana zilay turibdi. 50 bag'oq degani mashinkada tas qilib biz chiqarsa, o chaqda egirga to'xtab ketamikin, Faziljon ha? Uyay, bu qanchalik ishdi? Mana men tayyor. Hey, men sizlarni mehmon qilmaganman? Ha? Tağı yaqinda qahvaxonaga opirib, Napoleondan apmadim-ku. Ko'midiq. Tetimidi devidinglar, kaptanning oldiga chiqib, ilininkidan qo'yib bermidimmi? Asini siz. Voy, buni kim ko'rdi? Bulong pishqaqchi, yesap emas. Şu katım ki onun okşamaydı. Kadaklı duygum geldi. To'xtab turinglar. Men yandagi bölüm kirib, shilapamni istal ustiga xuddi o'zim bodaklam qilib qo'yib chiqay. Uninggacha aslan bu yerlik ishlaringlarni bir bitirganlar. Qolgan maslahatni Udildagi Muhammad Qarning oshxonasiga chiqib qilsa qanday ha? Rum bo'ladi. Fazil. Bu kadar işinin məsləhətini birilib tuturub aladigan bolduq. Özəngib əzən toxtaydigan boldu. Unda asan iş yo'q, mehmon qilaverdigan. Uyay! O nima bo'ldingiz? Uyay! Makkaftada kilsin unutib qaptimi? Voy Fazil! Uyay, makkalarni meykilanga. Muyum bir gepim batdı. Allah makkalarni qarang. Tüneginçe qarang. Men bir to'y qilib olgandim. Yigit tarafçı ilgirki pishqaqqa o'zini askib qo'yaldi. Men qarang, men sizga deydiganim-chu, mushu qoidasini cho'qim diqqat qiling. Bu deganchu 50-60-yillar emas, bir necha metr chiparq topasimi? Voy, ashqal rahmat deydigan ha. Oxir qanday bo'ldi? Voy, qanday bo'ldi? Yenishib ketdi. Voy. Bu yenishib ketsa bo'laveramdi.
Muhabbet degan roman bo'lmasa, ish chiqib qolsa, kaga yerdinmi qatlab ep qo'ydigan. Padişah, siz yeniş ketmişsiniz de boldu o. Ha, Yaşar. Ati ögün sen mi toy qilsa, shu chaqda tushunib qalasan. He, çoğlar degan hemme tayarlık elip tutkizip etti. Peki bir cevabını versin dep kiş koyuş yürçüdü. Men o özemle maaşlı ara yetkizime. Herhalde ahir xayrlik olsun. Boladı. Ben hazırlı bırak. Hey, nabor dilimi de azrak çıkmağa okşaydı. Ben aşağı verip gele ya. Ama apa. Ya, Mehmet kardım, ay kardım, berip kızığa meslek ne? Ay, aldınız mı? İşim çıkıp kalgandan keyin fazıl rencip şuyum. Ha, Asinika. Ha, siz bileverin, ben sizin herkes rencibeyim. Bileverin. Hatırcan bolup ka. Muhammed Karn'ın aşkanısı verip kılıştırgan mesleğini. Herkes mi unutup kalmayayım ha? Hey. Ha. Ha ba. Ha. Boladı. Ha, yak boladı. Yaşar. He. Seni senki bölümüdün darrov kepkesindeydi. Baka, ben çıkıp çıray. Bırak Fazılka, ben hazırlık kayıt kelime. Hazırlık kayıt kelime. Alağınla ile mimandachılık oynaş. Savaplık iş bulmasın o köngüllük iş. Bırak bu maaşını aldığın gün ağanda kılıvatıdım. Kurbanlık göş, may, gürüş, zayum, qarz puli. Yani onu az deyip, satlarının Beşiktoyga 15 koy çıketti. Heras, helik öğçeği 10 koy. Toğ Xudayım. Hükümetning tayya öyde oltirib olibmi öğçeği qiladi kendisi. Tushibmi qolmabdi. Tezroq o'yliga o'chaqliq bo'lib olsam, bu pul degani mening ozroq barkat bo'larmikin tang. Hozirg'o hech qanday narsa barkat qolmadi. Ha rost, hali kasr xotinga beradigan pulni berib bersam bo'ladi. Yaxshimisiz Faziljon? Yaxshimisiz? Kelmay kelganingga. Faziljon? Qayerga? Meni ozroq muhim ishim bor. O muhim ishim bor, debsiz. Ma boshliq o'g'li nelaydi ekan? Ma shofir Ismoilning xatmi to'yining boqi. Bu shofir xatmisini qilmabdi ekanmi? Ha? Qo'yasiz, nafas qiziq gap qildi ekansiz. O'g'lining to'yimanda. Manda demamsiz. Sana, men xatbat keramdan chaqqan pul bering. Qanchadan yig'ishdinglar? Xatbat keramga 5 qo'y, shofir Ismoil 10 qo'y. Nimishga o'xshash yig'maysizlar? Men har ikkisiga 10 qo'ydim beraman. Voy, unda qilsangiz juda yaxshi-ku. Endi boshqani vaqt 15 qo'y berasiz? Ha? 15 qo'y albatta ozliq qildi qarang ukam. Maosh yana bir darja o'ssa 20 qo'y yig'sak ham bo'ladi. Mening amsi. Ha, 20 qo'y beramsiz? Bu nima degan obro'y? Qarang, boshliq deganning-chi, aqli ko'zida. Agar siz baldaroq mushtaq qilgan bo'lsangiz, allaqachon nohidochilik boshqib ketadingizdan aql. Mening boshqa o'g'lim yo'q. Voy, qarang, qolgan odamgarchiligingizni keyinchi boshqa yo'l bilan birim qilmabsiz. Yo'q, bir boshliqning o'g'lining uyini ma'raklab, baldaroq bir nima qilib qo'ysangiz bo'ldi. Yo'q, mening maqsadim Sizcha ismingizni tad eng bishri yozibdim. Nima deydigansiz? Xalisada. Xalisada qarang. 5 qo'yni beruvdim. Vat xotinning birdamni 40 qo'yni ep qochdi desa, obro'y deydi deqa. Amdelik kasr xotinga uchrab qolmasam bo'ladi-ku. Kasser buxgalterlar degan-ku, hisiyatsiz qo'pol xalq. Men ularga maosh olgan kunini voy deb qo'yman. Yo'ldosh Fazil, bek oldimonsiz. Voy, yo'ldosh kasser, yaxshimisiz? Keling. Oyoq keling. Rahmat. Bir masala ichida jiddiy o'ylamayotgan bo'lsangiz kerak. Bekitingizni bilyaptimmi qanday? Mo'mi tayyor. Voy.
Başlık bolsun, nim boptu deymen koy özemçe. Qarang, hozircha ba'zi xotinlar ishni buzyapti-da. Men sizga deydigan bo'lsam, ularning kallasida xizmat degan narsa yo'q. Ertadan kechkichini o'ltirish, to'y to'kin, ziyofat ustida boshqa turdi. Erlari o'zlarining qanchalik aroq ichganligi bilan maqtansa, ayollari erlarining qanday mast bo'lib jodo chiqarganligi bilan faxrlanadi. Voy, turib qoldingizmi? O'tiring. Rahmat sizga. Yomon illatlarni tanqid qilishga bek mustkansiz, a? Lekin mening yo'ldishimning o'ltirishlarda aroq naqshda olishi, sizlarda kahlarni o'ltirish payzini uchirib, lekin o'rniga biroq ammani almashtirish to'g'risidagi az zerikarlik mulohazasi. Nima yaxshi? Men sizning eringizni usul so'zlayotganim yo'q-ku. Men eringiz bilan faqat bir qitimla o'tirib baqqan. U chaqda eringiz masop qilib. Qiziqchilikni yana bir masni darab berganda. Tortlab qo'ygan gapingizni meni tushunmaydi deb o'ylaman. Tortmilab? Faziljon, o'zingizni unutib qolmang. O'zimni Qani? Elam. Xapoma. Yine 40 so'm konka. Darrov kendin qo'g'lang. Pulingizni hozir bir xotin ep chiqatdi. Nima? Siz meni boshqalardan pul tashib bo'g'ishdi deb o'ylamsiz? Bu beshamlik, bu qandoq? Nima? Siz meni besham demoqchimi? Undaqda o'zingizni nima deb o'ylaysiz? Shu topda o'zim emas. Balkim sizning ustingizdan rahbarlikka arz qilsam, qandoq bo'lar deb o'ylayapman. Ha, men shu topda sizni bo'limdan haydab chiqarib olsam qandoq bo'lar deb o'ylayapman. Nima? Siz meni? Men chiqib boshqa deymi? O chiqdim. Da? Siz turib qoldingiz-ku? Chiqing, hozirli chiqing. Ya. Men jo'q pul nomiga hech narsa qilmayman. Unda olsa, kilak oyning maoshini taqatqichi turing. Siz Voy, sen ham boqqiz og'asi. Hasil, men boqqiz evlanga. Voy, Hasil, Yaxshi javob Sizlar bulan kim o, nima? Ha? Kim o? Pulimni kelam. Akalam pulimni. Pulimni kelam deyman. Xuddi naslni xo'razing o'zg'a boq. Yine fakat soch chaqirma. 20 ga deyman toza. Soch kerak emas bu kishiga. Doktor chaqiraylik. Neri kasallar doktori? Doktor! Hey. Malar gap qilinglar. Qanday? Nega? Voy, boshqanda og'inglar saqlab qoldi. Juraman. Qo'ydinglar. Menda bir pul qolmasa, qanaqa degan gap mana bu? Voy, to'xtab tur. Men qayerda turay? Kilak oylik maoshimni berib o'tasan, ha? Ha, ana, pulni olgan odam emassan. Biz bormaymizmi? Voy, aqldan ozg'in, salomlar. Og'inglar, jinoba. Qag'an maslahat nima bu? O'girib qilishaylik, juringlar. Fazil. To'xta qara. O'zingmi to'liq maslahat qilib qirib ketgan birini bir qo'yaversin. Bo'ldi. Mushundoq avod qozon tashlab nima ko'raman? Shu. Voy, yuringlar yana birdan o'ynaymiz. Yuringlar. Tuyg'unka. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Ma yeydigan, ichdiganni oldik. Juringlar, o'kirkitimiz kashf olganda sap turdi deyman. Juringlar. Juring. Mushundoq avod qozon bor. Fazildek boytaqlarning o'chig'i.
Yak. Men bu pat arada öz öyümnün moğursuzun ıs çıkırım. Ocakta çömüçüm, üzemnin kaznıda tarak çiğdiğen balada. Bunu getirmeyiz mi? Bırak, bizning məsləhətimizin axır çıxmadı de. Ay xatircəm bol Ufke. Mana biz bolsaqla har qandaq məsləhətinin axırı çıxmay qalmaydı. Cürünla, ögürüp məsləhətini cürünla. Çıdak yok, cürünla. Mehman öyünge, şirinli içirat, şirinli içirat. Götesep toyunma, Sun bugün məslihət, sun bugün məslihət. Mimar geldi öyünge, şirinli içirat, şirinli içirat. Ataskının ne vasilivet. Ağınla, hani oturunla. Ufke. Bak hayat oturmuyor. Hey, men asnikamni chaqirgan uydan bir o'rindiq chiqay ya. Sizlar menimda bir yig'ishtirib turiblar. Boshna. Atozni o'tirg'apmiz ya. Ag'illa. Chaqaroq. Ma tomskini meyag olmaydimi? Yanına baştan kalır seyredeceğim. Azlık baldı. Biz durup siz kütege kaldık. Bana oturun. Vay. Ağırla manıma asını kamı kırdı bana. Gülen değme. Koyun asını kam. Biz de taşlap koyup kaçıp ketkinizden değil misin? Yaxşı oldu deyip sana da koydum. Asını özünüzün ahlak vermeye cim oturun. Aras. Asını esinizden çıkıp kalmışsın cuma. Ma aldığımızdaki şembe günü keşte benim altın çişimden ziyafetini verme. Mana isminizni mo bağa qizib qo'ygan tuting ama bağınızını. Tug'inka men. Hürmetli Fazıl Efendi. Voy to'xtab turing ha. Chaqchaqimman mening bu 20 ko'yliq bag'imga. Mana. Ketdi demni. Hürmetli Fazıl, siz ne? Voy to'xtang ha. Voy nim bo'lib ketdi bu. Maning ichidan chiqib qolamı ya? Sünnet to'y. Mehmet Ali'nin öy to'yi, Abduvali'nin beşik to'yi, Mansab to'yi, dadangning to'yi, appangning to'yi, ochangning to'yi, igichachangning to'yi, igichingning to'yi. Atama bag'ingizni. Fazil. Aş kolundaki bağa bir eşekki yük oğudakşı mı? Ne bildiğin köp bağa bu. Koltuğa koyduk geçer. Sizga ansirma. Sizni bu abroydun quruq qolmaysizdiga. Ansirma. Yağilla. Ben şunu dağdıgını kaldı cakalayman ki. Bizning maslahatchilar ömek terkibiga yenidan bir a'zo qo'shildi. U bo'lsa 5 qadam ziyoli To'g'ri. Asinikamni bosh maslahatchi qilib tayinlashimiz kerak. Shunda qilish Chunki xizmat istoji uzun, to'psin badag'lar. Sizlardek yoshlar bayan bizga nima qo'yibdi? Bo'ldi kamtarlik qilmang asnika. Qaror ma'qulinib bo'ldi. Qani qizg'in chavakchimi? Hamsi maslahatimizni rasmiy boshlab etdik. Aldı bilen toyumuzun baş maslahatchisi Hasnikamning salomatligi uchun o'zim bir ish o'tay. Shura yo'q. Hammangning salomatligi uchun. Qaja, salomat bo'ling. Bilen Hasnika ila. Men endi bir o'zaro bir tanishtirib o'tay. Ma'qul. Bu kishi Hasnikam. Chiqibdi. Bir idarada ishlaymiz. Vay Tuyg'unka. Bizi peshqadam tahri to'yimizning bosh maslahatchisi. Tuyg'unka. Bo'ldi, to'yishtirmisingiz, hammamiz so'nishqa. Voy, so'nasma. Qo'ya arqingni. Tuyg'unka.
Sen tanıştırmışsan mı? Bizni hemme adam tanıydı emasmi? Qo'yasın. Şunda. Kim dese? Vay, kim bulat da? Ha. Vay, xeyri git Fazılcı dep. Yalasın ya. Qanimse, baş məsləhətçi Həsnikan bilen yenidən östürülgen iqtidarlıq yaş qadir acuret. Aşkınla məsləhətimizin oğuşluq buluşu rəhbəri. Kelemeslik ya. Qani, yaxshi rahbar bo'lishimiz uchun işte. Rahmat. Har qaysinglarning meni qo'llaydiganliginlarga ishonaman. İşte. Abdubek, mənsəb qo'lto'g'andan keyin mənsəbchiga berishni unutib qolmasın. To'yg'on, sen gapni gitme. Başlık bo'lgan odam rahbarlik san'atiga mahir bo'lish kerak. Yana ommaning fikriga ahamiyat berish, hargiz o'zini to'g'ri deb tura olmasligim lozim-da. Mush avlumutkanning mush gaplarini bir o'nalg'a olib qo'ydigan gapga. Men sizlarga aytsam yo'ldoshlar, idoramizda hal qilishga tegishli masalalar problemi. Qo'yinglar bu gaplarni idoraga qilishaylik-ku. Gapimni bo'lmay turing aslika. Hal qilishga tegishli masalani muzokaralashib boqaylik deb keyinga surishning nima hojati? Vaqtida kaskin bir taraf qilib Ha, qaydiyorsun meselelerimi o köp. Yanıma bizdeki Cansani çıklağa çok çıkıldık koyu veriştim unutib qolma. Bilaman. Eng muhimi yo'ldoshlar. Bizda ruh bo'lish kerak, ruh. Xuddi ashu qit'alarni o'rnidan yo'tkab, boshqadan o'rinlashtirgudek g'ayrat bo'lish kerak. To'g'ri. Qit'alarni boshqada o'rinlashtirishimiz kerak. Yani dikkat, diliniz okuyanlar bu Fatiha. Deniz okyanlar çıkılmanlar. Neymiş kanka? Seyit dökülüp gidiyordu. Ciger bo'lish kerak, ciger. Tavap qilish qidam sallimitga va tushirdi. Aka, fazil konka. Yo'q, odam jigarlik bo'lish kerak, da'vatimi? Jigir yo'q odam hech narsa qila olmaydi. Hey, sizlarda g'urur degan narsa bormi zaten? Odamman. Bo'ldi, qaynab ketmang, o'ltiring birdan. Demirining bomba qolisiz deymi? Aqillar. Bayatın bizning maslahatimiz dengiz okeanlarni o'tjiga kelib to'xtaganmidi? Endilikda yurak keldigan bo'lsa, qildigan bo'ldi-da. Hadi Ersinka. İşkimizden bir neçe ütüler. Hoşça. Maslahatimizning unumli bo'lishi işte. Bugün işçimiz. İşçimiz. Qanday dedi? Sana yok. Bugün maslahat qilyapmiz. Ersinka. Men ama altın ishlarimni ko'ryapsizlar. Mani Paqiraydi. Apamdan qolgan sap altın tursi paqirmamdiki. Rahmatlik apam hozirgi joyat bo'lgan bo'lsa, mening altın ishlarimning shunda paqirab ketganligini ko'rib, qancha xo'shib ketadi, ha? Rahmatlik apam davomliq menga aroq ichmang, yomon bo'ladi dedi. Bugun ichib qo'ydim. Ko'nglim joyida emas. Rahmetlik apam, mening hozirgacha mushunda bo'ytoq juganligimni bilgan bo'lsa, jidimg'am bo'ladi. Apa! Jinim apa! Endi men to'y qiladigan bo'ldim, apa! Mana og'aylarim bilan bugun to'y maslahati qilyapmiz, apa! Jinim apa! Ana mehri yürekte ötmez gülhan emesmi? Şefkatinge teşekkür, teşekkür. Can
Hazırka! Sen ne beşle yığılaydın aşağı? Yemek çıkarsınız oğlum oğlum Ya billah! Vay muşunda kuşallık güllerde nemini yığılaysa yığılmakla yığılmakla değil mi? Yığılmaksın ben bu anlık ayrılıp kalmazlığım için sıla öyle yığdığını bilmelisin gerek. Hey, Moşunda hoşal küllüde nemigi yığılaysın. Asilika, siz bilmeysiz, siz düşenmeysiz biz yaşlarının kalbini. Vay dedim. Vay yürüken ben bulamadım. Asilika! Asilika! Atalamın özü güzel canım Asilika! Asilika! Siz de bakın benim bu dünyada muş ağabeylerimden başka yani nimem var. Asilika! Asilika ne oldu? Ballarının hepsi çayır gidiyordu. Ağzını kemme ağzını. Bak koyuna sizne. Bak çok durup moşunamda mı yığılandık ya? Asilika, anç işken koy, könlünüzü buzman kepkala. Kepkala mı? Kepkala. Ya Allah! Turmuşun haqiqiy falsafilik ega eng mazmunli ko'rinish degan bor ku. Mana mushu. Shu topda her birimizga bir chinidan suiqosh bo'lgan bo'lsa, bu mazmunni biyib, o'zimizni ozroq sagib, maslahatimizni bir boshqa chiqqan bo'ladi. Toza ko'ngildagidek gap bo'ldi deyapti. Es poytaxchilik. Es poytaxchilik bozilka. Bo'ldi. Fazilni xijil qilib nima qilamiz? Suiqoshni bozorga berib istakmi bo'laymi? To'xtanglar. Man maslahat bir boshqa chiqsin. Anandan keyin masalani yana mehmon qilsammi qilay? O'tiringlar. Ustam Pazi. Atgandan qong'idak mehmon bo'ldi. Mahnaslarni yig'ishtirib o'tdi. Öz maslahatimiz kelayli. Öz maslahatimiz kelayli. Bizning maslahatimiz naki to'xtadi. Mana qaysi xizmatni taqsim qildinglar? Sana o bizdagi bu xizmat taqsim emas, ketib kelmadi, qo'y deyman. Bosh maslahat Jasnika. Siz bu narsa dema. Qani o'ylab baqayli. O'ylab baqayli. Oy. Fazil, ağlı sağ, toy məsləhət qılıyorsunuzlar. Şurada. Voy! Sizlərə neyim oldu? Ha? Oy! Qapıqınlarsan qılaq keçibdi o. Xalisədə, əqilizdə atamız, əqil. Vay ey, manğın əfqam. Oy! Yarın şu xizmetçilərin turmuş meselesinden ha. 1 kilo gürüşte işligen aş. Aş. 100 kilo gürüşte 300'ligen aş. Aş. 1 ligen. Ha. Siz hava yok kolodum ya vatamda. Ha? Vere. Tam halis ha. Oy! Mahasını kamla. Oy! Sen kişi mi yadken bu? Ya Allah cinim kotan. Kayıt geldim Roma. Yürek. Zır çıkıp cayığı içti dağla. Oy! Kıyır kandı, kıyır tatu, kılıkları andına tutup. Setligin.
Xotin. Xotinchilik deganda adam ko'ngli g'ovuncha bir-biriga bakma ishtiyoq. Xotin. Siz vaqtida keldingiz. Bu ishning oyoqini o'zingni chiqarmasanglar. Mayda azroq ish bor. Shuni tugitib o'tib anandan keyin bu maqsad tilaydi. Yo'q, nima ish? Nima bo'ldi? Yeshilib ketdi. İst hayatını yakışken harakla. Ishit. Ukam xolisa. Ha? Men sidqi bir chiqib kiray. Voy! Abdullah to'xtam. Bu ishuncha qarang. Hammamiz birlikda tugitimiz-mi? Ha. Tuting. Chaqal 10 koy bering hamsa. Xolis xizmatlaringizni o'rgilib ketdi xolisa. Ha, xodima 20 koyni bering. O sadatxinda bu. Endi chiqsangiz bo'ldi. Nega? Boysib ishim bor dedingiz-ku. Ha? Endi chiqmasammi bo'laverdi. Ha, ixtiyoringiz hamsa. Abdullah, sizga nima bo'ldi? Ha? Qo'y talab ketdingiz? Buni 20 koy ta'litib etdi. Endi bo'ldi. Oshirib etdilar. Selam kaldırırsın demirden. Bizden bu baş bek çarçap gitti. Bayatın bizge muhim yol yürükleri böyle. Biz özel. Sizlarmış haraqdan boshqa hech nima bilmaslar qilmadinglarmi? Yo'q, faqatli qiz tarafga elchi avatishlamsh qoldi. Shu ishlar qoldi. Hasanika siz gap qiling. Siz gap qiling. Ukam Xolisga. O'zingiz mush xolis qadamlaringiz bilan mush ishni bir yurishtirib eting. Shunda Saadetxon edingizmi? Bir yanda qarab dedi. Mana men tashkilnoma deb sizning elchi bo'lib berishingizni qo'llayman. Mana. Bu xizmat mı teşkil orunlaştırma. Çabuk. Rahmat. Amisi shuroq bo'yicha elchi avatish ishini atiga to'g'rilasak qanda? To'xtanglar. Eli qat chiqib suqal bir ishmi to'qqa? Suqal? Halise. Mana Saadet Xindem o'ltiribdi. Aşkına haslik amniki hıppıda kiriplam tada kolbaz kılıp bire kazan Vay nima bo'lmaydi? Hozir uyda bolalarım topshiriq ishlayotdi. Xotin, bolalar topshiriqini vaqo. Maktubni ishlaysan. Tug'inka. Men uyni yig'ishtirib o'tib, hozir chiqmayman ha. Men unutib qolsam bo'lmaydi yana. Yo'q, o'tdim. Assalomu alaykum Fazil. Qaydan mijozim? Voy, Qosim hoji, qanday bo'ldi? Voy, kayfiyating boshqacha bugun, ha? Azroq ishib soldik degina. Satolda oldingda. Hech gap yo'q, Kela. Fazil. Uyingning mush yo'l ustida o'g'nimi nayt yaxshi yo'ldada. Men magazindan bir to'nglatqi bilan sanduq olgandim degina. Qarasam mashina kelmabdimi? Vaqtincha men uyingda turib tursin, ha? Qara adash, men to'y qo'ygandim. Bu narsalar bilan bu alqandak o'yini avar qilmasangmi bo'ladi deyman. Fazil. Fazil. Bu narsalar senden bir aşnan talep qilmagan ekan. Tuz turavermem da. Mening deyim, o'yini. To'yga. Fazil, bo'ytaqchilikdan zerikkandigina, ha? Buni bildim adash. Andaqda meni to'yinga chaqirishni unutib qolmajimi? Seni unutib qolsam qanday bo'ladi? Shu emasmi? Gap qiladi ekansan. O'ltiraman, suqoq chaydim bo'lsam azroq. Bo'ldi, Fazil avorimmi? Mening ishim nayt aldirash adash. Fazil, bu to'y ishi degan kichik ish emas adash. Qanday bir qiyinchilik ahvollaring bormi ya? Ajab yaxshi gap qilding adash. Qara, mening Hoa hijilolmay dava deyman. Sen biz alog'in tursak, ha? Dava. Yenangda bo'lsa, 1 ming ko'y pul berib turgan bo'lsam. Mushi gapmi-da?
elçi ve tuttuk yine. Mayt obdan qıpsılar Fazil. Fazil, yenimde bereymiş 600 koy kenadaş. 600 koy? He. Qağımğa özən körüp turupsa, mən nərslərini elə tutdum mən. Əgər yan lazım bolsa vax o, öyünü bilgən ki, izləyib basan buldu ya Fazil. Buludu. Çataq yoxcu mən mən var. Buludu. Mən çıxıb, tonlat bunu ekirib deyim, mən ki vaxtım çıxan da ekdəyim, hə? Buludu, çataq tursun bir şeyde. Mak hoş. Ruşen. Fazil, Ruşen. Biz Qadiyasının tərtibi boyunca dəstləbki rəsmiyyətini bitirdik. Yəni məsləhət qilishdik. Söhbətni qızıtış üçün içishdik. Tanışavatamsız Ruşen. Acayip bir komediyanın muqaddimisini başladık. Bu komediyanın həsrət və köz yetsiz, xoşallıq bilan axırlaşqan bo'lishini umid qilaman Fazil. Ruşengül. Gerçi mening nervi sezgilerim şu şirin içimlikning xamush qilishiga uchirgan bo'lsa-mu, o'zimni sizga bo'lgan samimiy qalbim va yigit g'ururim bilan sizga kes qilyapman. Rahmat Fazil. Men sizga ishinaman. Siz tarafdagi o komediya biz tarafda bu boshlandi. Biz bu o'yindagi dramatik to'qinishning qarama-qarshi tarafdagi bir juft personajlarmiz. Biz hozirgacha g'olib bo'lib kelayotgan g'alit odat kuchining qo'rshovida. Fazil. Men o'zimni bekla ojiz his qilyapman. Menmi? Yo'q. Yo'q Ruşen. Biz bek hayajonlanib ketdik. O'zimizni tutulaylik. Ruşen, men sizga elchi vatman. Sizga elchi vatman. Xoş xəbər anlaşqa, bəkmi aldırab ketyapman. Bu elçiler neymiş kimi tezroq qaytib kelmaydigan-da. Yaxcan, to'ylik ustida kelishim tuzatgan bo'lish kerak Fazilga. Bu ikki davlat o'rtasidagi kelishim bo'lsa-mu, bu kamgisi tugagan bo'ladi. Bu aslida ha, qaytib keldinglarmi? Muborak bo'lsin. Yaxshi ham yo'l tutdi. Vaqtim hargiz yaltıyapmıcımı? Men qachon yaltaygan qiziq gap qilgansiz. Bu elçilik degan mo bir müşkül ishga. To'g'ri ta'zim qilib yerib ketdim degina. Biroq Aslikamga rahmat desang bo'g'di. Seni shundoq moqdib edi. Men o'zimni boshqa birisining elchilikka kelib qoldim-mi, nima deb qoldim degina. Bu seni Fazil endi 25 yosh kirdi dedi. Og'zimdagi choyni po'qvat qilib tashlab qoldim. 18 yosh desang-chi. Xotirjam bo'lsangiz to'g'ridak Fazilga. Qaynotang o'g'chimi, yaxshi odam-ku. Biz Roşengül'ni balık olayıl dep geldi o dese ki balığa kalsın aylansın deydi. Xudoga shukr, bek yaxshi yaptı. Qani choy iching. Rahmat. Bu erlarning ishi bir oson ketgan. Gap ayollarda ekan. Yandık uyda o'ltirgan ayollarning ovozi oshmanlik bir oldi degina. Tuyg'unka, bir chataq chiqmagan-da? Chataq yo'q, xotirjam bo'l kap. Saadet xumdan bilan xolisani o'nchi bo'la qo'shchaqlama. Agar ularga unvon berish to'g'ri kelsa va. Meningcha to'y diplomatlarining eng oliy darajalik unvoni vasimi ozliq qilg'idekmi? Shundoq. Xotirjam bo'lsangiz to'g'ridak Fazilga. Shundoq. Hova. Men Saadet bilan to'y qilgan vaqtida uning to'yligi uchun bir chapan, bir ko'ynak, bir oyoq, bir yog'liq. Uningdan boshqa anam rahmetlikten qolgan bir oltin zırhını to'ylik qilgan. O vaqtlarda men Yezida o'qituvchilik qilardim. Bizning to'yimizmi kommunaning oshxonasida o'tgan. Bizning to'y marosimimiz bo'lgan kuni kommunaning oshxonasida qo'rdoq etib ekan. A'zolarning hammasi o'z beltiga tomoq elib yegan. Bizning to'y Medeniyet zor inqilobining toza qalaymiqal vaqtida bo'lgan.
Toy bo'lgan kuni Xolisa bilan ikkimizning ustida seriq chapon, seriq ishton. Ko'ksimizni iznab, belikimizni belga, qo'limizni uzunda. İnqilobi o'lgulik teatrlar naqsh sadosi ichida to'yimiz boshlandi. Toy meşhurmi qizidimi? Nədikini? Mərik qatqaşlarlar ichida ko'z qarshi o'xshamaydiganlar bir munoziraga tushib ketib edi. Tasliq qoldi, alam ko'rish bo'lib ketdi. Tova. Aşu küllünü unutup kaldık ha? Zaman sana bakmasa, sen zamanla bak diyen şu okşaydı. O vaxtdaki kişiler, naitim aktığını sabit. Hazır kişiler, öz göz qarashlarını göşürdüğün bop kaldı. Ben mamaş günde özgür pağam dektirim. Özem gayran. Ben bu, bir nəsəmni yuttirib qoyganda kes qilman. Biroq uning zodi nima ekanligini o'zimmi bilmayman. Rost. Bizga nim bo'lgandi? Sizlar qandaqdir bir kasallar yuqumlandinglarmi yo? Ashunda bo'ldigan bo'lsa, ma'lum yuqtirib qo'ymanglar yana. Mayt sağlanma. Hey. Toyuncan çıkar. Ben neyim dersen bula? Nemin olup bu bir vurdu. Hiç bulmuş birden koyalım. Asla ben koyamı kıyalım koymamdım ha. Oy! Arkadaşlar çok özgürlüğe kaydıyorsun oldu. Şunun bilmeyin. Siz bundaq işlağı çok sal qarmang. Az degende 100 tane qo'lyaqliq deb qo'ying. Buludu deb qo'yay. Voy Faziljon, men bizlarga atapchi Gulparinikidin bo'lsin. Voy buludu. O'z-o'ziga o'xshash sarsat tongla oyandikidir. Hilqidek tog'il müşrikidim bu. Menga uningda bir yomonlik turdi. Yaxshi cho'ftam qara. Shundoq chiroyli, omaq, kiyik-suratga bag'ib. Voy, Buludu, ben hemmin alay. Elik tulkiningini alay. Aningdan keyin elik erkek doğruningini alay, hemmin alay. Biroq sizlar dağlarcha ulan nima dedi? Voy Fazil, odamgarchiligi uchun ustin qiynalib uchrab. Voy Fazil, beri keling beri. Qaynapangizning qo'li shundoq tatli ekan. Aytgan tomoqlari shundoq mezilik. Voy. Men cho'qiram, çok yavishibdimi? Isit. Ne bo'ldi ya? Mening toza mijozim yo'q. Yiliq aytgan Peter Mantistincho oran o'ynayaptimi? Yaxshi yo'qda, yaxshi. İşteyimiz yaxshi. Yaxshi. Qarang, sizdan qaynotasiz birdan qizini maqtapadi. Voy Faziljon, bizimcha sizni toza maqtab ko'kka uchirib aytdiqdan. Hamma nimasi taldab to'ni otilgan yerda-chu. Bizim toza atib. Xotirjam bo'ling. Bizcha gapingizni faqat qilishsiz. Qo'z. Sunat bo'ldim. Faziljon qarang. Bizning o'g'limiz shundoq adab axloqli, ishchan, unda xaroq ichib ko'chalarda dardimish pishiradigan odati yo'q dedik. O'zi shoir dedi. Shoirlikdan xabari bor, yetadi deb bir kitob chiqdi dedi. Faziljon, berkin. Qaynapangizcha to'y tayyorlab qandaqroq deb so'raganda, voy, nemisini so'raysizlar, to'qqizi tal hammani ilib Dirvet keldik. Mening 240 litrlik çok to'labisi bor dedi doktorlar. Ha, kilozurum bordi, ranglik 18 so'm. Voy, yo'q. 18 so'm emas, 20 so'm dedi. Voy, Yolg'on so'zlasang-ku. Astagfirullah. Hey, mana meni Yana makinesi mi bor deb samagansa, ha? Qachon gapini qilinmoqchi? Faziljon qarang. Sizning qaynotamiz 31 kishilik tizimlikni
köpünü verdiye karan. Qancha? 34. Bu nimanç köp bu? Cık bu. Nima? 31. Nimancılar köpü. Bu ey köp emas, texi vaziyat çok 40-50 adamın tizimini berdim. Şu? Vay ey fukam. Köz korka, kol batır diyorum. Bu iş kançış emas. Hay, diren, vay. Eki bana çoğunlarının tizimligini. Emis ma tizimlikini ben okup demezsin. Obda anlancı mı? Ama qoldim. Ha, bir patlus nan 20 tane. Bir patlus çay 2 taxta. Bir patlus tuz 4 bolaq, bir patlus qand 4 bolaq, bir patlus lavat, bir patlus alma, bir patlus leş, bir patlus aqpaçina, bir patlus seriq paçina, bir patlus tot, bir patlus baqali, bir patlus qatqat, bir patlus bolka. Voy, astra. Oy, bir patlus bal pranik, bir patlus balish, bir patlus mashina pranik. Cemli 19 patlus. Yana ilaka ayıplan Kur'an'ı kan bop kaptı. Şunun da 20 bop yapsın çay içine kotan. Oy, ey Sadakta, ma kim keçigini siz bir oqtayın ha? Men? Qeyni. Mayın. Qini. Çoğun çayla kiyim keçekleri. Oku. Dadısığı bir pərt oluqdurab, anısığı bir pərt oluqdurab, çoğun dadısığı bir pərt oluqdurab, çoğun anısığı bir pərt oluqdurab. Çoğun dadısığı bir pərt oluqdurab, çoğun akısığı bir pərt oluq sarca, oturanca akısığı bir pərt oluq sarca, kiçik akısığı bir pərt oluq sarca, çoğun hədisiga bir pərt oluq topuran sarca, ikinci hədisiga bir pərt oluq maşinan sarca. Yeni dünya köz yorga azlı xenimga xon etmez. Üçüncü hadisiga bir kiyimlik toç eken, dördüncü hadisiga bir kiyimlik Şanghay'nın şipundu havası. Kızın küçük hadisiga bir kiyimlik manqaran rəxtin. Manqaran? Yow çıqara. Çoğun taqsa sökne çapallık, küçük taqsa sökne çapallık. Küçük taqsa söknedin çapallık, çoğamısa xanatlas, çoğamısa engilişin könek, çoğamısa şipundu havası, çoğamısa xanatlas. O Saadet'den ne bo'lyapti ya? Saadet'den. Yes. Saadet'den. Men bo'lyapti. Allah! Men dava chiqay. Bu ağzınkiler yıkılsa, izine, biz başla, köye. Sigirme birinci, Siyon kiriniga bir kiyimilik sarıca. Oye, sigirme kilime fıkanmışsa kokamsı. Oye, ben yeni yazıkta okugan, kon yazıknen degin otkansım. Otarak izin olasız. Hazırda. Çoğun tağısığı sökne çapallık, kiçik tağısığı bir peltoluk sarca, kiçik tağısığı sökne çapallık, çoğun hammacısığı xanetlas, ikinci hammacısığı engilişinden köyneklik, çoğun kilinige bir to Yaponiyanın köynigi, oturanca kilinige bir to Türkiye'nin köynigi, kiçik kilinige Sovet'nin bir kimlik cüç etlisi. Çoğun kıyıqlığı sarcının çapallık, oturanca kıyıqlığı sarcının çapallık, kiçik kıyıqlığı sarcının şimlik, çoğun kudusuğı sarcı şimlik, oturanca kudusuğı xametləsin bir kimlik, çək əldiki kiçik kudusuğı sarcının çapallık, çək əldiki olmayıcısığı bir kimlik süper ise, eğer ahvallar şu tariqede davamlasa, bunun ki çoğun jığılarını tətmiş götürüp veriş doğru gelir. Ay kızımız bundan hep yoktu bu neymiş? Kızımlık ben yapayım yazımıza. Bu neymiş? Oy! Gizitken go. Gizit? Ya ne bakırsın? Toxtana, ma aksız nimdineki men bir köp bakay. Bundak naçar ha işlerini qattiq cheklash kerak.
Xata, bütünlüğü xata. Bizden qadiyasınımızga qarşıqan kim kan o? Kim? Mehmet Reyim. Mehmet Reyim de birisi yetipti. Mehmet Reyim? Vay! Mehmet Reyim den kim o? O bir peshqadam shoir. Gen jurnallar fatbat she'ri chiqib turdi. Bu adamchi ömrida bir qatim to'y qilib boqmagan o'xshaydi. Agar bir qatim to'y qilib ko'rgan bo'lsa, bizning qadiyasımızdan qadriga yetgan bo'ladi. Bizning qadiyasimiz, an'anamiz hozirgi zamon tushunchasi va mashhur bilan birlashib o'tayotgan deydi. Shundoq. Ha, men tizimlashdagi narsalar esingladimi? Voy, esimizda. Yemichi? Voy, men to'yni qanday kechirmiz? Men o'tirib qo'yay, qanday kechirdik? Hashamat bilan ko'chirmiz to'y deganni. Kedegincha qarang. Men bir to'y qilib olgandim. 39 mashina kechiribdi da. Bizga 40 mashina kechirdi. Voy yo'q. Siz degancha 41 mashina ko'chirimiz. 41 degan xosiyatsan. Qadimgi zamonda bir podshoh 41 kech kunduz to'y qilibdi. 41 kech kunduz yo'l yurib, oxiri mashg'ining yeniga yetib kelibdi. Shuna o'xshash boshqalar fazilni 41 mashina to'y ko'chirishdi deb qazin. Anandan keyin 41 qaraqchi uning oldida bo'lsam ekan. Ay, demani gapimga olsam to'yni qilib qo'yadi. Hey, hozirjon qarang. Sizdan heliqi notos va og'inlaringiz bor-ku. Shularni hammasini to'yga chaqirib. Nimishga? To'y kunisi mashinaning oldida qata ishkirat noto maqsa. Vot! Men degan payda xuddi bayram bo'yi. O'sharni bir oila birimizdan toz qilib. Ondan keyin qarang, bir qor mashina tayyorlaysiz. Uningga ayliqni mag'rusini aychi, dingir usulchilar chiqadi. Obduz bo'lsin bular. Uyey, obduz bo'lmaydi-ku. Hozirgi zamoncha yosh balla asalli hayajonlanib ketadi. Ular obduzga chiqib olsa, xo'shalligini bosolmay, xudaylik saq olgan cho'jidek kaliko qilib, obduzning u derisidan, bu derisidan beshni moshtoq chiqirib olsa, soqchi to'sib olmaydi. Xatab yo'q, soqchiga peshirib o'tib ketaveramiz. Ay, to'xtanglar. Ba'zi yurtlardachi to'y qilsa, to'yda tushgan lazimatlarni uzun og'amchi tatib o'tib biz mana Faziljonning to'yida. Binoning o'tirsida uzun og'amchini tatib, to'yda tushgan raqlarning hammasini o'tirdi. Voy shunday qilaylik. O vaqtda bizda bu vaqt yarmarka bo'ldi ekanda, boz mashina selib ko'chalarda bordi. Shunda qilaylik. Yasha, qani qilib otamiz nima? Ko'cha aylantirsak çok arziydi. Bu shu oldi bir ish oldi. Hey, ukam. Siz kichik bo'lgandan keyin to'liq qo'shiq solmay, bijat turgan deydi. Endi yana nemish qoldi? Uyay! Yotgan ko'p qoldi. Yotgan ko'pligi tayyor. Men burunni yeb qo'ygandim. Voy, sadatda. Yine qaychi bor emasmi? Uyay. Buningga qancha ayol chaqirsak bo'lar? Buningga bir 5-6 odam chaqirsak bo'lar. Qaychi? Voy, ukam, mehmonlar kelib sizning yotgan ko'pingizga qo'ychi urib turdi. Siz ularni mehmon qilsiz shu? Mandada. Texi manda esil qoidamizning bog'liqligini bilmay qopdim men. Voy, jinim ukam. Siz bilmaydigan qoidasini degan jep. Men ko'p fazilka texe. Sizning to'yingizda bansizlar nurg'un esil qoidalarimizni o'rganib oldigan bo'ldi. Qaysi yurtdan qaysi bu? Hol qildim tova. Haqiqatan esil qoida ekan. Qaysi yurtdan qoidasi bo'lsa, mushati qaysi? Nima jilimi chiqirdi? Ey, bizda qoidasiz millat qayerda bor? Ehtimol hech narsa yo'q. To'g'ri. Bizda qoidasiz millatchi hech narsa yo'q. Men sizlarga bir aql ko'rsatayman. Nima qil? Undaqda biz bir qoidasinchilar jamiyat quraylik. Ben nima ish qilaman? Sizmi? Albatta jamiyatimizning bosh kotibiligini qilib turibsiz-da. Menchu. Asalxon, siz o'z kasbingiz bo'yicha jamiyatimizning kirim chiqim ishlarini hisoblab bersangiz, butunlay hodisdan chiqa olaysiz. Rahmat sizga. Voy, Tuyg'unjon.
Mençu. Sizma, sarıqında. Aş tatlıqını geptiriniz bilen cemiyetimizin təşviq işlerini qıp bildiğen bolsanız. Vay, işler degen hemmisi yürüş gidilden ha. Rahmet. Ben yani şu yuğu yutub işlerinden bolum ağıdı. Ha, kichik bo'lganik albatta shuni qilasan. Agarchi kimnikim mushu jamiyatimizga qarshi chiqsa, biz shuni faxriy rais saylaymiz. Ha, unda olsun ben faxriy rais olay. Voy, ukam. Hozircha qarang, xapaq pul emas, baran pul. Ha, shu toza it uloq, gipi yo'lliq boshliqdan birasi bo'lsa, ishni fikri shu-da. Ondaqda Quramdina. Ha. Hey, agar az cemiyetimizning fondidan mening to'yim uchun ozroq pul chiqim qiladigan bo'lsa, men birinchi ko'chaga chiqib, yashsun qoida usullarimizda to'liq bo'ladi. Hozir. Bana naq qilyapsan to'lmayman juma. Chiqin. Mekilib. Hozir naq pul nerdan chiqaman? Bo'pti, hozircha nasliga olsin to'lab turay. Hamiz to'lab chiqar. Qoida usullarimiz yashsun! Qoida usullarimizni betoni! Qoida usullarimizni texmi gullantiraylik! Hozirgi pul lozim! Qam nimalarni deb chiqding ha? Yeletin o'zini çok tatlı tutdu. Nimalarni deb ketdinglar? Ma to'y qanchalik pul ketdi shuni men hisoblab ko'rmaydim men. Voy rost! Qayerdan qara? Chaqanda taqlamni qo'lingizga qiling. Menchi buxotir qaytib bo'yicha chiqib jadulatidan. Hozirdan pulingizni chiqaramsiz-ku? Mende Oy, mende sende deb Voy hozir yilqi she'rlar to'plamasidan qalamaqdan nechmi qo'y bado shuni chiqarmabsiz. Nədikini deysiz? Aran 700 koy pul yürüptüken, onun 200 koyunu ağınlar xəclət əgəndim. Qalğan 500 koy. Qalğan 500 koy. Nələr çıxıb qoyğan bu? Mana 500 koy. Sadətdə 500 qoy. Ufka. Bundan keyin kitap yazımı deb avarılmay. Medikaçılık qıysınızmı? Xeyli pul tapıdaksınız. 500 koy eken. Fazılcan, siz idarenin hemkarlık kası koygan pulunuz yok. 1000 koy var. Etinimçilik ettiğine ya. Böyle 1500 koy. Kağıt pulan çıkamamsınız. Həras. Mən Qasım Hacı'nın 600 koy pul qayzağandım da saptım unutup qağılı. Ben 600 koyunu qoşub qoyuram. Hay, ufkan pullarımızın emisini çıkarayım. Hemen çıqıram. Beşer azraq patik yaptırıvam ki. Voy, Hasanxon, pul qancha oldingiz olib berma? Ma'qul mana. Jami hamsi 2126 qo'shma 7 26 qo'shma 7 pul. Ha. Voy, ufkam. Mush pulga to'y qilamsan? Ufkam. Bu pulga mushk otib chiqmaydi. Shuni sizga qarang, darrov qarzilang. Qarzilang? Ha? Ukam, azroq pul qarzag'in. To'yni qilib bo'lgandan keyin xotin ishqilni ishlab, asta to'lib olasiz. Oy, qarang ufkam, biz berib turaylik desak, pulni qaralib banka qo'yib turgan og'ilmaydi. Hozir, qarzdan qo'rqma. Qarzning qavrisi yo'q debdikan. Sen to'lab ketamisan, ballarim to'lib o'ta, ha? Hozircha. Ben sizga 500 ga berib turay. Oy, yaxshi qildingiz ufkam. Ukam Fazil, vaqtincha bizning televizorni ochib ishini tutdi. Rahmat. Hozir men erim bilan maslahatlashib kelib, ondan berib turay, ya. Ko'nglingizga rahmat. Ufkam Fazil, sizga qarang. Az deganda 7-8 ming ko'y qarz olmasangiz bu to'yni qila olmaymiz. Qancha? 7-8 ming ko'y. Shu az deganda. To'y bo'lamdi ekan. To'y bo'lamdi, kim qo'ylar? Gönlüm perişan Esnoş'tan ayrıldım
bulutlu sarılsın. Layıksın emrazı yegane kaldım. Mucib kim men anlarım. Layıksın emrazı yegane kaldım. Mucib kim men anlarım. Ballası aşk bir yanda Kırkçaydım, sargaydım Hıttı saman bir ömür başında Üter ben yurtak Yolum ne adetler tostu dağında Ömür başında Üter ben yurtak Yolum ne adetler tostu Fazil. Fazil. Oy, Ruşen siz geldiniz mi? Kırın. Mayak gelin. Orundaq gelin. Rahmet. Hizmetten xeyli burun yenip size. Çay için. Fazıl, bu narsani kaçan aldınız? Ülüşkün ağantım. Yok, tünögün yaptım ben. Pek yakışıptı Fazıl. Hemi kiçem size? Toy emas mı? Qani oltiram. Yey, bırak oylarınızı, pek mi kalayımkan tutupsiz? Qağınını özünüz jığıştırıp alısınız da. Ekran ağlay. Fazıl, siz tanıvatqını 240 litrlik degan tazg'u? Ha, şu çağda temtirep ketip şuna dep saptı ekan keyin bekmi azaplandım. 100 litrni oşuqtab ketdimen deb azaplandingizmi? Shundoq, yolg'on so'zlaganligim uchun intayin azaplandim. Roshan, hozirmi azaplanyaptimi? Yey, shunchalik ishqimi azaplandim kishi. Shu. O'tiring. Ot chaponni. Oy. Turmush deganda ba'zida har xil ishlar bo'lib turdi emasmi?
Şundaq. Turmuşda ba'zida ashuna eg'izdikisi bilan amaliyotdikisi o'xshashmaymi qoladi? Biroq ba'zi ishlarga kelganda men sizni to'g'ri tushundim deb o'ylayman. Shundaqmi, Ro'shan? Albatta shundoq. Men butunlay to'g'ri tushundim. Ye, olib sirtqa chiqibdi. Oy, astag'firullah. Ro'shan, siz bak aqlli ekansiz. Sizmi bak yaxshi ekansiz. Ro'shan. Ha? Mening qo'limdan bo'ladi ekan, oyab turmayman. Agar hozir birisi kelib mush narsalarni so'raydigan bo'lsa, ishkilanmay hozirni berayman. Undaqda o'zimiz-chi? O'zimiz? Ha. O'zimizga mag'zini banarsigo, puli bo'lsa. Qiziq gap qilgansiz, Fozil. Biz ham to'y qilgan bo'lsak. Ha, shundoq. Biz to'y qilamiz. Bu narsalar bizni qasimi bo'laverdi. Bo'laverdi. Chayingiz qani? Ro'shan. O'tiring. Ro'shan. Men sizdan bir gap so'ramoqchi. Agar bu narsalarni boshqa birisi olib ketmoqchi bo'lsa-chi? Nima uchun? Aytaylik, masalan, ha? Ya'ni bu narsalar boshqa birisining bo'lib qolsa. Yey, bu mumkinmi, Fozil? Albatta mumkin emas. Mening demoqchi bo'lganim, masalan, bir og'inam kelib, bu narsalarni bir 3-4 kun ishlatib turay deb so'rab qolsa, u chog'da siz. Yo'q, Fozil. U chog'da siz menga intayin qattiq alam qilgan bo'lasiz. Do'sturimning oldida sat bo'lmamdi. Fozil. Ha? Siz menga yolg'on aytibsiz-da. Yo'q, Ro'shan. Mening maqsadim men sizni sinab boqmoqchi. Ya'ni bu narsalar rostdan sizga yordami deb. Turmushda ba'zida har xil ishlar bo'ptir demasmi? Ha? Siz men chaqchaq chikansiz. Shundoq, men chaqchaq qilmay turolmayman. Uy. Sizning oltin tishingiz qani? Go'shni ag'ritayotganda boshqadan soldiray deb tortqizayotgandim. Yana og'riyotamdi? Yo'q. Fozil. Men shu topda nimalarni o'ylayapman? Qadrligim, sizning nimani o'ylayotganligingizni men qanday bilay? Biroq siz menga deb bering, u chaqda ikkimiz birga o'tirib tan o'ylaylik. To'ydan keyin men sizga mezbek tomoqlarni etib beraman. Ro'shan, helitilla og'zimga sayriq suv yig'ilgin turdi. Tomoqni etib, tomoqning ichiga solib qo'yma. Yo'q, Ro'shan. So'yib qolgan tomoqdan bek bizar bo'ldim. Undaqmi? Undaqda siz tomoq o'ldirib kelmisiniz-chi? Men cho'qim vaqtida o'ldirib kelman. Marishnini o'zim yasayman. Tavzinchi o'ttirgin ishki qilib, tomoqning ichiga solib qo'yma. Siz ishdan kelsam, bir parchasini elib, qo'shiq bilan o'yib yeysiz. Shundoq men o'yib yeyman. Shundoq men o'yib yeyman. Ro'shan, bugun temperatura 40 gradus chiqib ketdimi nima? Ajab chiqib ketdimi? Unda Marishniyali. Bo'ldi Marishniyali. Marishniyga televizor ko'ramiz. Shundoq. Men xalqaro xabarlarni ko'rishga bakamroq. Yo'q. Men degan naqshasini ko'raman. Navoz futbol musobaqasini ko'raylik. Yo'q, izorani. Bo'ldi. Nimani ko'rsangiz mayli, lekin vaqirmang, ha? Bo'lmasa Baxtiyor uyg'onib ketadi.
Uy, kim o Baxtiyar degan? Uy, bizning balımız-ku. Ruşen, biz onun ismini çokum Baxtiyar koymiz. Çünkü o man qarğanda texim baxtli boludu. Biroq apamni meni baxtli bo'lsa degandi. Voy bo'ldi. Ha, depasa. Qizingizni ism qo'shib boshlaysiz. Shunda Baxtiyardan keyin biz yana Baxtxon. Dada, qo'chib etti. Yana yig'laydi. Shundan. Ruşen. Sizlar qarab yiqil. Baxtiyorlar sen yo'l qo'yayotgan bo'lmasa yana. Bo'ladi. Balam, jığılmang. Hey, siz kaçanғы kimishinde ego çıkıştan kiyip jirasiz, ha? Fazil, ben sizge pola ötüp bereyim. Pola? Benim pola öyle ançı hoşam yok. Sizden mantı tüküp verin, ben mantı iş gibi ekemem. Onda kalsa tetir mantığı mı ya ki bulak mantığı mı? Bulak mantığı. Tırıp durun. Ben sizge şikamet Oy dadısı. Ha? Sen küçük balı yığlavatıdı o. Oy tane. Xudayım tova. Hey, qanday qilamiz? Qanday qilamiz? Ha. Kenji sayımızdan televizordan däçigindiga vaqt toşup qaldı. Balımız xappatıdı dep kir televizorni etib. Men kirib qanday deyim ben? Onun ustiga pula hazır. Ha. Ular xıcılamığa yerdə silimle mən xıcılamdım. Qıcıqlaf özən durub eçqay. Nim bolsa bolsun. Yaş balla emasmi? İzzat atıp qalmısın. Bayqorak gap qilasizlar. Men kirmayam. Ha, ma'qul xotirjam bo'ladi. Fazil. Aman tutma. Oy! Oy!
Sadece de. Kadar havanız yakışmışsınız. Yakıştırdınız mı? Salam. Kirin. Salam. Kadar oturun. Akınama elbette. Oturun. Fazılcan. Roşengül muşolamdı. Şimdi. Yaxşımısınız? Yaxşımısınız? Fazılcan. Bayatın beri işkinla televizordan konçak oyunu gördün mü? Yok, biz televizyonu açmadık. Roşen işkimiz yok, küçük var. Roşen işkimiz yok. Koncak oynayındık, koncak oynayındık. Fazılcan, ahval mundaq hukam. Men aylıq kənci daimlə televizordan dərsini vaqt toşub qaldı. Şundaq. Sizlərin bu kənci daim, bəkmi türüşkən balı oldu. Türüşkən, ügünü də. Ya, oturtturun. Sizlərin çoxum onun şərait yaratdırınlar. Oy, yart vermir. Kitap okutturun ha. Fazılcan. Sizlərin televizorunu, kənci daim bizim televizoruna çıxıb körüp durayı degen mi de? Şuna degen mi? Sizin televizorunu çıkıp görüp duraylı degen. Sizlərin televizorunu oğuşan qılap degen mi la? Şuna degen. Etigen dadısı oğuş şapkını eket geldi. Bolu da. Çıkıp körüp durunlar, biz berip durumuz. Berip durumuz? Berip durumuz. Berip duramsızlar? Berip durumuz. Berip durur deken. Saadeti de bomuz ekileme, ben çıkış birey. Bizning bu televizorchi bak eg'ir siz Bilmem. Fazılcan. Ukam, bu televizordan. Sizin bu televizorunu ovaylap götürün, bir yer korup gelmişsin cima. Pahalık televizor bu, ovaylap götürün. Bravo. İşini buzup koyğunu taslı kaldınız. Nemini? Mağanın bile ne? Nemini de. Oy! Fakat oylamaktı be. Fazılcan. İyilik bayatın biri yığıla atkan küçük balık yine. Mektep gitti. Yaman mı bolden geldi? Boldu, ben ayıram. Yaxşımısınız? Siz Roşengül olsuz o deymer. Şundaq. Fazıl görünmeydi o. Bir yak çıkıp gitti mi? Fazıl? Özünüz kim bilsiz? İsmim Kasım Hacı. Fazıl'ın yakın ağını solume. Ötkende bu neskereklerini sizlerinin öyge ekirip koygan. Hem de sizler mi toy koptunlar mesmo? Öyünlerini kılayım kankınmay, ep giteydi ep geldim. Avalma tonlatkına çıkın lan. Avaylap götüren avaylap. Öyle kız Fazıl kelip sorap kalsa Kasım Hacı degen ağınınız ep gitti dep koyasız he. Hoş, rahmetin. Yeni kımay götüren var ya? Nime? Yak, rahmet. Çıkıp bir iş kim körüp durduğun oldu. Anandaki... Ruşen? Bizning bu to'nglatqi ne? Sizning Kasım Hacı degan ağaynınız ishlarni boshlab akirib chiqib ketdi-ku. Bizning deydi. Kasım Hacı? Mening unda ağaynam yo'q. Hey Ruşen, siz chiqib qarab turing, men hazilgam chaqirib chiqay. Ular ushgan emasmi? Chiqdim bular. La kirep al sandık ne çıkın la. Başını bırak basayla. Marco.
Oy! Nima dayıdır bu? To'xtanglar. Nega gapirsizlar? Xotirjam bo'ling, abay, ochikam aytdi-ku. Bila. Limanca muğsan ey güzel kızcan, gözlerin yaş yok çırayımda, yiğitim tihimi hattı azaptan. Sılani qiynigan Haysudet elen Sılani qiynigan Haysudet elen Aracılar vatanımız için vatanımız kırıp gitti! Hakan! Hoca vatanımız ne? Hoca! Acımağı barsiz tunci muhabbet, kadersiz oyuncu bunu saravamı, kadersiz oyuncu bunu saravamı. Katlı kalp tursaklar hayda Yusuflar hayda Yusuflar, muhabbet renciga dava bular mı? Muhabbet renciga dava bular mı? Mulanmay kızcak şer yarimle alemi almidek koyar aldimden tügünün davani camasız bulmaz üzlüğün baktığını gözüm yaşlıma üzlüğün baktığını gözüm yaşlıma. Sürgün, yak, ışkını bir yerim çatak kılıvatıdı. İzan fazlika, çokum yakşap kalısız. Demem ışkını, fakat bulanmayvatıdı. Çoğun çayı buzlup ketken bilen, aşındıkan bilen, tuğunkan bilen ben vatıdı o. Kaldı sözlüme Yaşar, sözlüme. Bommısa, kattık ıcıklı bitime. Fazlika, doktor kalıp barayım ya. Yaşar, bu ağrık ne? Doktorlar davalayalaydı o dep oylam sen. Ya,
Ular zamanımızdaki en ilgar esvapның yardımı bilen adam tenini texniklik cihetten davalayalısımı. Lekin ruhi cihetki cerahatni davalayammaydı. Bilemsen, ularmı xuddi bizga o'xshashli kesilgan odamlar. Aşırıklı sözler var, söz fazlıkta. Mani ben intayı sağlam adamman. Arak içişte, hiç kimle karışmayman. Hatta bir uxlasam, taң atış uxlayamayman o. Yaşar, sen özəңning nadan hem tentekligin bilen faxrlanyapsan. Boptu. Bu senin baxtli tarafın bop qalsın. Fazlıkta, gepinizin hiç nesini düşünemedim mi? Ağır hesapta özəmni düşünüp yettim. Mening İbrahim allı burun ölgen. Urulup soqulup hayatdaki жүрgünüm. Ruhtan acırap ketken tennin soğuşarlığıdaki telveligi. Iqrar men. Kolumdan işkemmisimi çoğun sözledim. Özəmning mevcutluğunu ispatlamakçı oldum. Bırak. Yenilim mağlup oldum. Çünkü mening ruhim ölgen. Endi mening cismimiz soğuşqa başlayatıdı. Fazlıkta, gelin, bir dem o'ltirganim. Çukur yaxshi yapqansiz Fazlıkta. Bo'lmadi. 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 Xudo bo'lmadi. Fazlıkta. Bo'lmadi. Fazlıkta, nima ish qilyapsiz? Fazlıkta. Fazlıkta. Endi o'ladigan odamga yostiqning keragi bo'lmaydi. Fazlıkta. Endi bu yerda vaqirashqa bo'lmaydi. 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 Adam bormi? Adam bormi? Adam bormi? Tuyg'unka, qarang, Fazlıktamni, qarang. Uyey. Kadirlik dostumuz Fazil, sen yeni bir yeni oyun oynap tapdın ha? Bırak, biz senin bunda kaygılı kaldı yetişini herkes yaptırmayız. Tır onun. Yapmanı çekilmalı. Hazır bir məsləhətə gəldik. Endi her qandaq ulug' maslahatning mamaga keragi yo'q. Uni sizlar saqlab qo'yinglar. Boshqa ishda az ketib qolar. Dostum, halın şunu çıkarap mı? Men boldum. Biz gidigine. Nimisini so'raysan? O'lib boqmagan odam o'limni muqamlashtirolmaydi ekan. Bu jahonning karomati qiziq ekan. Anlasam ba'zilar o'zlarining oxiratlik uchun yerlik setyaptimish. Lekin menchu Oyey, ustam Fazılcan, ma bizning gepimizni anglan qarang, hozir yangidan bir maslahat bor. Maslahatni uzun qilmanglar. Vaqt isrof bo'lib ketadi. Menga dafn marosimning keragi yo'q. Jimjitla opirib yerligimni qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Buningga Azrailmi bir nima deb yurmas. Oy, nima deb jo'ylayapsan? Yur, sen doktorga boraylik. Doktorga boraylik. Esim keldi. Sizlar Ruşanga xabar qilib qo'yinglar. U men uchun yig'lamdi. Bek bilgim bor. Yığlaydı. Hepimiz yığlaymiz. Bırak, Azrail'nin vakti pek kaldıraç bop gelse, nöbet tutub qalasın ekan. Onu oturib ket. Turun, doktor hanım bir Tuyg'unka, Xalisada, Yaşar. Yaxshi yomon deyishgan bo'lsak, rozi bo'linglar. Aras, men Qosim Hojidning 600 ga pul qarz olgandim. Men uchun qaytirib o'tasizlar. Xayr, men ketdim. Hazır. Hazır. Uf, oy. Oyey. Ey. Ölüp qaldımı o nima? Olsun işte. Tuyg'unka. Tuniqi bormi? Tuniqi. Ey. Tiniqi bormi yo'q? Bir qarab yiqinglar. Kadirlik dostumuz Fazıl. Sen rastında ölüp kaldın be. Fırat çak kısam. Qaranglar buni. Xuddi uxlab qolganda yetishini. Uning
Hatırcığım, yetişini kıymettik. Turunca, Resul'un gayet gerek emez bunu. Cemaat kadar kımısak bu muydu? Niye değmez? Niye kadar akıllımız? Ölüp kaldı edem kadar kılımızda. Yok, benim plakatlı işem gitkenmeydi. O baylı ben bile paramış bolduruyor tuza. Yaşa, sen çık mescid cemaat kadar kıgın. İdarım tüpün birine. O koşlarını çok ver. Biz bu rahmetlisin ahiretteki teyyarlık kılaydı. Vay Fazıl! Vay yaş ketken Fazıl! Vay muradımı yetmegen Fazıl! Fazıl! Etika. Vay yaş ketken! Vay Saadet'im! Vay Turgul! Vay! Fazıl yaşı ketkendi! Tova! Karanlığa onu çok kıgandaki yetişini! Zepmi, ölgen güzeptir. Koruyanın asığı kırıp gidip kaldı. Rahmetlik, koluken, miman dostu. Ötken yılı bizim bölümdük ayalla, onun karlık taşlıgan tok. O bizni arda çözü kapırıp, her birimiz koğa sıktım kavatla. Rahmetlik bilen, ben bir kıytımı gep alışmakmıgan. O meni sizin hizmet pozisyonunuzdan mı yaxşı dep maqtaydım. Ben de sizinken maqtaydım. Yaxşı yoldaşlar. Biz yaxşı bir sertişiniz ayrıldık. Bu idarımız için zor yok. Soğanımızdan gülüydü. Şundan. Oy ey Saadet'ten çöngüp geldi. Oy ey. Ay Fazıl, ay Fazıl. Toy kılımen dep qaziga boğulup ölüp ketken Fazıl, Fazıl. Toyağını kılıp ölüp ketken bozsanı jıglat Fazıl, Fazıl akın, ay Fazıl akın. Suadan terenkten Fazıl, ay Fazıl. Çıketti. Ha? Ne çıketti? Hey! Aldı akıllı beklep kısan mı çok? Ya Allah! Ne mi dedim? Ha? Ne mi dedim? Oy elbette toy kıtını ip boğan diken. Ha işki kız. Murabbim. Akılım da yıkılan kozu bulmamdı. Bırakırdım kuzak edip yıkılan kozu neyim doludu? Boğca. Ha şu. Hayat vakti diyor tırkı varsa. Tam atkıcı. Ha. Kocak oyun oynap otağın. Bunu çok ne çıkayım kör kağıntım da. Bu ey Saadet'ten ben ne çıkayım ya? Şöyle ülekinin akısını gayret kılmay. Rahmetli'nin rol korunup kalmasın. Ya Allah! Ha, hepsi yıkmayla. Ay yıkmayla, adımı yıkmayla. Sadakında sevir kınala. Çıkıp azraktın tamak evelangla. Hele az açkanda kosak tokunmasa avaz çıkmaydı. Çay işçi olamdık. Henin bolsa üzülüp kalmayla yani koskumuzun çatı toklap kır. Andi yığılaylı yürüngler. Oy, maketiyemde kolay. Başlılan orlaştı tutuyor. Sen mücrakçılar kadar kılaçın. Bak. Bara. Ha, ne oldu? Ha? Kolum meysi gelip aldı. Kim?
Bunu kırma. Bir kırma. An köydünüz mü? Ana. Ya sellem nani keramet bu. Ya Allah ya. Yaman bulmasa yine. Bir oluşudu ha. Hey. Ben basam kandan unudu. Zukam bop kalgan tutsam. Hazır onu hiç kandan zukam tesir kılmaydı. Hey. Onunki ta'sir qilmagan bilan menga bek ta'sir qilib ketyapti. Qarama sizni. Çok turib. Ha, sen bek kichik. O'sha kasal odamni borguncha o'zing bosar olmamdi. Aslida undaqda ikkimiz bilib boraylik. Qo'ybat. Ay yuring deyman, qo'ybat deyman. Qarama sizni. Yurmaydigandek. Mana emisi. Bana. Kovman beni ya. Hemen bak. Bana. Ha. Bu dünyada nimetler derdimin elvan. Vay derdimin elvan. Abr yar cümlet ceziler Zürdü kar gerdan eyvah Aleyli kızım mecnunen tamaşasını Vay tamaşasını Kişiler ay yıllarını sanap ötküsü mü? Vakit yanılı çapkır işke. Şunda Herifcan, men şularni oylap turardım. Bizga xo'shallik bilan xofalik qo'shmoq bo'lib kelganda, oshiqlikdan iztiroblarga berilib, vaqtimizni visol tashnoligida o'tkazgan qayg'u va shodlig'imizga guvoh hiyliq chori bog'lar qiynidi. Esirler,
şah ordularını vayron qildi. Ehtimal bu ishkimiz sayl qilgan ilki chorib o'rni bo'lsa kerak. Uni qum barxallari o'z ilkiga oldi qilan g'ayribcha. Shu topda yig'lig'im kelyapti. Mening güzel məşuqum. Şirin sözlügüm. Ko'nglimizni buzma. G'ayribcha. O çağda çağrı bağının iç teşideki tümen xildal daraxtlar. Quyuq say taşlap tursunu. Muhabbet işqida o't bulup yanğan vücudumuzni sovutolmaydi. Ah Xudo. Hamma aşık məşqni murat maqsadiga yetkizib, qiyomat jo'r bo'lishni ata qilg'ay. Digriniz zak bo'lsin. Muhabbet alimining malikzodisi Sanamjon. Men ketar bo'ldim yarim arzim bayan aylab Kişiler öz bilen nurgun güzel arzu armalar edip cahan bizlersin o. Lekin rayimiz dünya onunla köplep azap ukvat gelip gelir ki. Yani şu bir cüp aç mecbur o. Öz hayatında rayimizlikten başka hiç nersiki erişemiz. Nurum biçare. Şu tatlı məşuğun cəmini izlep yürüp gerek. Tova. Şu panı dünyada. Bir onun huzuru halaveti, şanı şövkiti üçün. Yine bir olsa azap korluk çekişi. Zadı nime üçündü? Bu dünyanın nizami, mukaddimi ahir eni şundaq tutilgenmedi. Oma sen adinle
vefat etken singlim. Hoş kepsiz. Oy. Assalam senemede. Xeyripcan aka. Assalam singlim Guncha. Singlim Guncham. Barliq dert azaplarınızı unutup kettin. Şu tapda aşığınız Nurum sizni izlep yürüydü. Nurum. O qani? Ah Xuda. Men onu görüşki şunç teşnamen. Sabr qiling. O cho'qim sizni izlab keldi. Rahmetlik aka. Şun peshani qizini tuqqıcı. Qari kunlarga qala deb o'ylamagan bo'g'iydi. Agar o'ylagan bo'lsa, Nurum ikkimizning baxtini cho'ng to'y qilman deb to'sib qo'ymaganmi bo'ladi. Men nima degan Как тухла килип ey qondu Yar yare yaşargan terek eklerge Yar yare yaşargan terek eklerge Meyyani gülyedim ey gülüm gonca Ayarey ot gitti yüreklerge Nurum. Guncham. Nurum. Guncham. Nurum. Guncham. Siz bilan görüşdüm. Men aytman vafadorim, mash'um. Men sizni ko'rishga qanchalik intizor bo'ldim. Endi ikkimiz ko'rishdik. Biz menga ayrilmaymiz Guncham. Assalom, G'erkan aka. Sanam janada. Va alaykum assalom. Endi Ömer Saviy bilan o'g'li Sitmanlamo sizlarga zulm salamaydan bo'ldi-da. Bizni mushaqqatli kunlar giribdi qilgan. Shu zamonimizda odamgarchilik qoida usullari bo'lmamdi. Shu davandan o'tmak bizga nasib bo'lmadi. To'g'ri. Yurt jamoatga dasturxon selib yuz obro'y tepish uchun bir to'paqning kam bo'lganligi bizni mushunchalar vayronchilik qildi-da. Shunda. Feodalizm davri bo'lganligi uchun ishlarimiz ana shunda qiyinga to'xtab ketdi. Hozirgi zamon odamlari undaq emas-ku, Balkim ular bek angliqdi. Nachar qoida usullar yo'qdi. Albatta shunday bo'lmaydi. Chunki hamma ish o'z ixtiyori bilan bo'ldi-da. Men ularni ekronni ko'rib yiqishga bekmi qiziqyapman. Undaqda hammamiz bir ko'rkamaylikmi? Shunday qilaylik. Qani marhamat G'erkan aka. Marhamat. G'erkan aka. Oyat bir şey tutdu. Mangilik uyquga ketgan bu kishi bir igichoqsiz musafir o'xshamamdi. Nima? G'erkan aka, hozirgi zamonda musafir yo'q-da? Balkim qurilish ishlaridan aldirash bo'lsa, yerligida qo'yishga ulgurmagandu. Voy isit, bechora, qaranglar. Halim bo'z cheldi qo'ymay yo'lda qo'yibdi. Şan yo'l, lozum deganlar bo'lmagandan keyin nima yazsin o'xshash emasmi? Hay, kelgundi. Nima odamsan? Oshiq? Ma'shug'un kim? Ma'shug'um Ro'shangul. Ondaqda o'zimiz seni bu yerga yolg'iz tashlab qo'yib ketdi-da. Nurum, siz kishilarni nimishga oldirib aytlaydigansiz. Kim kimni tashlab ketganligi tex aniq emas-ku.
Kechiring G'uncham. Vafosizlik qilib tashlab ketguchi mana shu o'z ishkanligi esimga faqat kelmabdi. Aslida bu hayotlik dunyosini o'ng'ayli qo'l uzib, bechora mashhur nasrat ichi tashlab ketmaslik kerak. Nurim, siz menga ta'min qilyapsiz. G'uncham, men sizlar tarixdagi oshiq mashhurlarimiz-ku. Ha, siz Nurimkam. Shundoq. G'unchamadan G'eyrcan akam. Siz Selencan akam. Shundoq. Qaranglar, bu bizni tanıydı-ki. Shundoq. G'unchamadan Ömer Shoyning qurasida qattiq hasrat chekib, men o'larman naqshini aytganda, men yig'lab ketdim. Uy, qaranglar. Bu elimizning ko'ngli nima degan yumshoq. Haras, yana Rabia akam o'zini yomon yodini tashlab olgandim, yig'lab ketdim. Hey o'tmish. Hey, Rabia akam bilan Seydin akam naqini? Ular o'zlarining yurtlarini ko'rib kelishib ketdi. Ha, shundoq bo'ldi. Bo'pti, ko'rib kelsin. Endi hozir Yamayaning suyimi unda ulug' o'rkashlab oqmaydi deyishdi. Ko'rib kelsin. Hey, bu sening gaplaring ajab aniq-ku. Sen bizni qandoq bilasan? Nemishki bilmaydi ekanman. Peshqadam yozuvchi Zunun Qodirning G'uncham degan kitobida sizlarning fojialik muhabbatinglar intayin aniq yozilgan tursa. Zunun Qodir? Ha. Voy, Nurim, o bizning qo'shnimiz Qodir akamning o'g'li Zunun emasmi? Ha, shu. Hamma uning bilan ili bag'larning soqli tomlaridan to'la sakrab o'tishgan. G'uncham, men sizga chaqchaq qilib qo'ydim. Esingizda bordi? Men o chaqlarda Zo'rixon cho'ng'apamning beg'iga to'liq sakraydim emasmi? G'eyrcan, Nurim, biz G'uncham bilan uning mashhurning ahvolini ko'rib kelaylik. Jenim ochlar, shunda bir qilinglar, men qo'shib qilay, shunda qilinglar. Biz uningdan ahvol so'rab baqmaydimi? Shunda qilaylik. Hey. Ha? Sen yani kimlarni bilasan? Ha, men tarixdagi oshiq mashhurlarimizni besh qo'ldan bilaman. Farhod Shirin, Toyir Zuhra, Layli Majnun, sizlar, yana sizlar. Onundan boshqa Rabia Saydin Chingmodan. Bo'ldim. Mushunchalik sanig'inimi yetdi? Sen faqat oshiq mashhurlar haqida bilibla, boshqa ishlarni bilmamsan? Aha. Mushuning o'zi g'animat-ku. Chunki buningdan boshqa sizlardan bizga nima qolgan? Hozir ishlar joyida. Sizlarning ism sharifinglar kishilarning og'zidan tushmaydi. Biri yozsa, biri o'ynaydi, yana biri maqtaydi yoki tillaydi. Hammasi o'zlariga ish tepilg'ini xo'sh. G'eyrcan aka, bizning aytilishlik sarguzashtlarimizning avlodlar uchun ish pishib bo'lganimi obdan bo'pti. Bo'lmasa, ular o'ldirgan nima ermak topadi? Oshiq mashhurlar bizning faxrimiz, bizning shonliq tariximiz. Ermak masalasiga kelsak, shundoq, gapingiz butunlay to'g'ri. Biroq bizda endi yana yangi ermaklarmi paydo bo'ldi, hatto ko'payib ketdi. Biz shuning bilan kunimizni xushal-xuram o'tkazmoqdamiz. Ulug'larimiz kelgusi dunyoning zo'r kashfiyotlar dunyosidan bishorat bergan. Balkim ularning o'z hayotini ajoyib kashfiyotlar bilan zinatlagan bo'lishi kerak. Hey, sen bu hayotni ermaklar to'g'risida so'z ortding. Ular qaysi ermaklar? To'y to'killardagi nachar qo'ydiyorsun ermakları. Nima? Hey, sen nima deyapsan? Bir optan so'z ortding, ozding-ku. Shundoq. Men ozdim. Shu nachar qo'ydiyorsunlar meni ozdirib etdi. Shuning bilan bu yerga qaytib kelib oldim. O'z vaqtida rahmatli Cho'ngapamning bir to'poq suv to'qib birman deginiga o'xshash hashamatli ishlar hozirmi bormi nima? Bir to'poq? U chaqda sizlar bir to'poq bilan to'yqininglar bilan hozir kichik choy, cho'ng choy, kichik maslatchayi, cho'ng maslatchayining hammasiga birdan to'poqdan boshqa yana nurg'un narsalar ketdi. Yo'q, qattiq vayron bo'lib tugishib ketdim dana. Albatta, atib ketadigan sho'ngli lozing deganlar bo'lmagandan keyin qechib ketsam olmanda. İjtimoiy munosabatlarni o'ylamay bo'lmaydi-da. Yana xizmat, nupuslarni qanday qilamiz? Xizmat, nupus? Bular nurg'un taraflar bilan o'zini cheklab turdi ekanda. Haras, Ro'shangulmo cho'g'im qechib ketishga qo'shilmaydi. Chunki u yaxshi tarbiya ko'rgan qiz. Nima? Nima dedim? Sen bizning mashhurlarimizga tarbiya ko'rmagan demoqchimi? Qara, bu tarbiya qilishga nima degan usta? Hey, sen zot kim odamsan? Yoki yo'lbusar qaroqchimi? Agar qaroqchi bo'lsang, qilichim chiqar. Hozir qilich ishlatmaydi. Miltiq, tapancha, zambirak, tanka, atom bomba. Ben bo'lsa shuni chiqar.
Qiziq gap qiladigansiz G'aribjon aka. Unda sirliq narsalar bizni nima ish qilsin? Men sizlarga deydigan bo'lsam, to'y to'kinlar ko'rib qolsak, go'sh parchalashib birasimizdan bir tal qalam turashim chiqmaydi. Madaniyat shunchalik biz. Ha, madaniyat shunchalik bo'lsa, nima ish to'yishing amalga oshmay qoldi. Zot qazib boras. Bu aşıqlıq səsini pəsləşdirirsiniz. He, aşıqlıqlar. Agar sizlar meni aşıqlıq salohiyatiga to'shmaydi, bu unvonga loyiq emas desanglar, men kassami bo'ladim. Men sizlarning gapinglarni anglayman. Chunki bu ishga kelganda sizlar mutaxassis. Nima? Qirqana bu haqoratlar o'tdi. Tutma. Aşıqlar. Men hech nimani tushunmadim-ku. Sen bizni aşıqdan başqa heç nimini bilmedi deməkmisən? Chunki sizlar to'g'riliq mujnundan boshqa hech qanday ma'lumot bo'lmasa. Oğo, to'g'ri. Biz özümüzün kimkilərə aşıqdan başqa bir şanlıq tarix qaldıramağımızga ıqra bulayıq. Lekin sen nima üçün bizim yolumuzu mamaq dursan? Başqaları bizə faktini örnək əslidir. Senin üçün senin kimkilərsini nima üçün əsləydin? Ha, mening bir she'r kitobim bor. Hayırlı. O kitabımızı bizga mədhiyə oxuyorsan. Yo'q, yolg'iz sizlarga emas, boshqasini yozgandim. Aras, yana bayram xotiralarini yozgan. Ha, undan boshqa yana muhabbat haqida ozroq yozgandim-da. Öğrenmeye kayır yigit, albatta ayol kishini tul o'ynaydi-da. Mishadim shu gap bormi? Biz Ro'shangulning ahvolini ko'rib keldik. U hozir qattiq hasrat chekib o'tiribdi. Nima? Ro'shan menga yig'labdimi? Ro'shan! Baxtsiz Ro'shan! U bu yolg'on hasrat chekibdi. Qiz bichara uyda rostini hasrat chekyapti. Hozirgi zamon odamlari to'lim ishonchsiz ekan. Yo'qlash kerak. Shunaqlaylik. Onu tutup yüzünü zimin qarab tuzlandıraylik. Agar to'y qilib qolsa uni kechirtamiz. Opa! Yo'q, meni qo'yib turma, yo'q. Sizlar nemishki meni sotlaysizlar? Ha? Hashamatchilikning dardini tatib vayron bo'lgan men turib, yana men sotlansam odillik bo'lamdi. Aqida va ishonchni quruq obro'ga beg'ishlagan ashu parvozsizlar uchun nemishki ularni sotlamaysizlar? Muhabbet ko'nglimni yasharib, turmush go'zal va ma'nilik bilingan bir chaqda chaqini qo'ydiyo'sa nashamatlar meni vayron qilyapti. Hatto qurtigan tishlarimning o'rniga soldirilgan oltin tishlarimdan ayrildim. Ya'ni men ayb kutma. Yo'q! Kim o'ziga tegishgina olsun. Meni qo'ydilar, men o'lmayman. Meni qo'ydilar. Yok, ölmeyme! Yok! Kim? Ben, Cimiyat. Keşif gittim ha? Ne diyaptın? Ben senin aslında. Yeni mesop sende ha? Bu yakı gel. Sana dep verilgan kızlık geplerim var. Boldu, ben meşahede yitiverek. Aslika, ayet okun ayet. Hey, aytal kursiga oyatin beshin topolmadimi? Va oxir olsun bo'laverdi. Olmaydi, yomon bo'ldi. Astagfirullah. Nima degan qo'rqinchliq a. Oy. Menga adiq yetgan o'xshaydi. Hey, gap qilmaysan-ku? Uxlab qoldingmi? Astagfirullah. Sen demiş ki menden gap so'raydigan sen. Va men yerda Aslikami bor o'qimadi. Aslika, nima daqti? Mana. Nada? Astagfirullah. Ma üstünden ustida. Gapni bilsam shu. Asnika, siz nima deb uyat etib oldingiz? Zukam bo'lib qolibdimi ukam? Jamoatga mushad yutib turay dedim. Jamoat? Ha, jamoatga seni yutib turib yaligimni qo'yib yutimiz. Yutib turib yaligimni qo'yib yutimiz. Ha, yo'q, jumusak bo'ladi. Yana ichib masop silanda ha. Oy. Bu nima? Ha? Yüzüngü qo'ygan. Nima? Men o'ldimmi? Men o'ldimmi? Ro'shan.
Ruşen ölümüm geldi mi? Geldi. Biçare bek yıklap gitti. Bek yığıldı. Demek, ben rastla bir kıdım ölüptüm ben de. Xuda, takdirinin çakçıkın nemi degen kattıqa. Şu tapda, ben ya ki qaqalqlap gülüşüm, ya ki qattiq o'zilib yig'ilishim kerakdi o. Biroq, her ikkisiga madarim yo'q. Sakratdik, qalbi ketib qolgan odamga o'xshayman. Tova. Ölük bilen tirikni parklanmaganlıktın mı? Korkunç iş olam da. Hey. Ha? Biz tirik durmaz. Vay tana esneka. Bunu memnun dilenmeymen. Ya belki ölüktürümüz ya tirik. Ufkan Fazil. Senin kan. Ufkan. Fazil. Akıllarım. Aynı ottan işçi oldunlar mı? İşte. Anam babam. Toynan nağmısı, ölümden yığısı edepke yığılaylı. Vay Fazil! Kardeşimde. Oldu yeter. O tika hayat. Kim? O Fazil bana. Vay boldu korkmağla. Verip onu da haltırağla. Kelanla. Vay Xudayım tova. Sen bir Ruşen kadar kılat ki. Oy, neymiş Siz bu? ekleyin ha. Sen ölmüdün. Vay. Tova. Sizler mendin şuncha zerikip ketdinglarmi? Yo'q, Furqon. Biz sizin zerikimda qarang. Biroq siz boya ayada o'lib qolib ekansiz emasmi? Qo'rqmanglar. Men rostdan bir qatim o'lganmi bo'lay. Biroq sizlarga tortishib men yana qaytib keldim. Voy sening Furqon, bek yaxshi qilsiz qarang. Bizning sizdan faqat ayrılığımız yo'q dema. Yığılıdık, hakşıdık. Rağmen. Voy adam. Hadirjon, boyatdim men sizga atapchi bir kopet hoz qo'shiq tuzgatdim dema. Voy, Eselxon. Hozir qo'shoqlaringizdan qopesimi qonlashmabdi ekan. Ruşen. Hozir. Ruşen. Korkmang Ruşen. Korkmang. Siz rostdan hayatmi? Shundoq, men hayot. Shundoq hozir. Ko'rib turibman. Sizda hayot. Shundoq Ruşen. Men endi osonlikcha o'lmayman. Har kim o'zi uchun hech qanday ajr qilmay, xarablashgan ruhini ko'tarib u olamga borsa, u yerdagilarni qabul qilmaydi ekan. Ruşen, agar bu qatim rost o'lib ketgan bo'lsam, tezlam unutilib ketar ekanman. O chaqda meni asligidek avlodimni qolmaydi ekandan ha. Shundoq bo'ldi. Men bu ko'nglimni bir yerda faqat shelbiga. Shundoq Ruşen. Shuning uchun u yoqqa ketmay bu yoqqa qaytib keldim emasmi? Voy Qosimjon. Qaytib kelib yaxshi qilibsiz. Ruşen sizga tanışıqlar qo'shilib ketib, tasqalasi aqlingizdan bog'lab. Allah! Zeka! Şu taptı bir butul olduğun bolsa, aqırığına seni. Meni de. Voy, hozir vaqti bor. Bizning oditimiz bo'lmasa. Bu da hayat demez mi? Voy! Mana siz evitingiz Furqon. Voy! Hammadan xabar berib o'tdim. Nəhayət yaxşı qısafka. Qara. Kelam ablamet, yaxshi turdingizmi? Voy, Yashar! Yashar, nima kayni yetib olsa kelam. Qo'rqma, kelma. Qozilka, men xizmatingizni obdan qildim. Jamoat xabar berib o'tdim, Qozilka. Men degan yo'q, Qozilka. Hamma chataq, osh gapdan qushlarda. O tunigilla to'y qilaman deb qo'shal yurganda, shu xushalligida yiqichib qo'yib, o'lib qolgan o'shay deyishdi ekan. Mechitkilar, undan odamning nomuzini tushmaymiz deb tushuntirib oldi.
Ukan Fazil, men teqa bayılıq qaygını küçük aylandırıp, avtobus qarmaşılarını orunlaştırış bilen ciddi yığın çakırıp, seni qaysı qavrastallıqta qoyuşmasını müzakere qolgan edim. Bo'ldi. Biroq sen shundoq Fazil aka, men sizga obdaroq o'rindan yalik olay deb ishlar idarasiga borsam, o'lgüchining xizmat darajasi qandoq isbot etganing deydi. İdara olsam bu avlum o'tgan boshliqlarning oxirigacha hisob tutma. Onun ustiga Fazilning uchar dedim. Zuqulning belgilemesi bo'yicha. Hey ukam, hey Ablamet. Kaç günlük siz kitalen yükünde gayret buluş gerek de otattınız. Hey, muşunçilik işini mi epleştirenmişsiniz? Mağımı testi ayaslıka. Qaranglar. Sizlermi bana o'xshash bir qitim o'lib tirilishdak shon sharafga erishgan odamning gapini mo anglab beqinglar. Mening o'lib tirilgandan keyin bilgan narsam texmi ko'p bo'ldi. Eng muhimi menga insonlar o'zining qadr-qimmati ustida o'ylanish kerakligi to'g'risida tarbiya berdi. O'lgandan keyin qanday yetish bu ancha muhim masala emas ekan. Men endi yashayman. Ilgari o'lib bilan tirik orlig'ida yashab keldim. Qayta erishgan hayotlik kishiga qanday yangi umid va lazzatlarni beg'ishlashni bilsanglar. Biroq hamma odamga bir qatim o'lib tirilishdek fursat kelavermaydi ekan. Biroq Fozilka, men nurg'on odam xabar beryaptim-da. Bular kasb qanday qilamiz? Bu odamning kasbi qanday qilib bo'lsa-ki? To'yini qanday qilamiz? Voy, ukan Foziljon qaram. Hozir yenidan bir maslahat bor. Maslahat kelarsiz bo'lgan ish u hamon chala bo'ladi qaram. Qaram, biz har xil maslahatni ko'p qildik. Biroq hozirgacha oxiri chiqmadi. Erlarning baxti uchun ayollarning baxti uchun erlarni yaratgan ulug' Xudo nima uchun maslahatni bu boda ko'p yaratgan bo'g'it? Ya, o'zimiz ishni qamlashtirolmay, Xudodan og'rinishga haqqimiz yo'q. Elimiz sizlar tug'ut onasi bo'lib qolmabsizlar. Bo'lmasa maslahat bilan bo'lib ketib, tug'ilish oldidagi bovoqni onasining qo'sig'ini tunjuqtirib qo'yarsizlar. Ey ukam Fazil, ayol kishi deganning tug'ish soati yaqinlashganda bor-ku. Maslahatlashmaydi, tug'iyverdi. To'la aqlli gap qilasiz asinika. Ehtimol, men sal hayajonlanayotgan bo'lsam kerak. Biroq, sizni o'zingizning bosh maslahatchilik salohiyatingizni unutib qolmang. Maslahatni ko'p qildik. Endi yana bir maslahatni boshlab kelsak, uning oxirini yig'ishtirib qo'ygacha men qiyirib kuch madorimdan ketib qolmay yana. To'y-to'kin ishlari mushada o'tag'an hammamizning beshida bosh. Hammalarga bop keladigan bir maslahat yo'lini tepish uchun biz yana bir qatim maslahat qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Bu maslahatga biz mushada o'tag'an xonim qizlar va apandilarni taklif qilsak, ana qaranglar, ularning chiroylaridan aql farosatning nurlari chaqnab turibdi. Ehtimol ularning o'zlarida ajoyib dono fikrlarni yetildirgan bo'lsa kerak. Men ularni bizning buningdan keyingi to'ylarimiz uchun foydali bo'lgan samimiy maslahatlarni berishini chin ko'nglimdan o'tinib so'rayman.